Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zbekistonning 9 ta hududida sel kelish xavfi e'lon qilindi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. O'zgidromet 8-12 may kunlari kutilayotgan yomg'irlar sabab respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Qayd etilishicha, Qashqadaryo viloyatining Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, Qamashi va Guzar tumanlarida, Surxondaryo viloyatining Sarosiyo, Oltinsoy, Denov, Boysun, Sherobod, Sho'rchi, Qumqo'rg'on hamda Muzrobod tumanlarida sel kelish xavfi mavjud. Shuningdek, Samarqand viloyatining Urgut, Samarqand, Bulung'ur, Nurobod, Qo'shrabod, Kattaqo'rg'on, Payariq, Jomboy va Ishtixon tumanlarida, Navoiy viloyatining Xatarchi, Navbahor, Nurota, Konimex va Karmana tumanlarida, Jizzax viloyatining Zomin, Baxmal, G'allorol, Sharof Rashidov, Forish va Yangiobod tumanlarida ham sel suv toshqini hodisalari kuzatilishi mumkin. Xavf Toshkent viloyatining Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, O'rta Chirchiq va Yuqori Chirchiq tumanlari hamda Angren va Olmaliq shaharlarida, Namangan viloyatining Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan va Yangiqo'rg'on tumanlarida ham taqalli ekanini aytdi. Bundan tashqari, Farg'ona viloyatining So'x, Shohimardon, Farg'ona va Beshariq tumanlarida, Andijon viloyatining Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtaobod, Izboskan, Xo'jaobod va Marhamat tumanlarida hamda Xonobod shahrida ham sel kelishi mumkinligini bildirdi. O'zgidromet tog'oldi va tog'li hududlarda yashovchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda haydovchilardan ehtiyot choralarini ko'rishni so'radi. Shuningdek, ayrim hududlarda yomg'ir suvlari to'planib, hududlarni suv bosish ehtimoli ham borligini qayd etildi. Toshkent shahrida 3-may kuni kuchli yog'ingarchilik oqibatida Chorsu metro bekati suvga toshgandi. Shahar hududlaridagi irrigatsiya va drenaj tizimlarining o'z vaqtida tozalanmaganligi hamda ortiqcha yuklama ostida qolishi sababli suv oqimlari ayrim joylarda to'planib, metro bekati hududiga ham kirib kelgan. Keyinchalik hokimligi drenaj va kollektor tizimlari boshqarmasi suv toshqinini yoqib yuborilgan irrigatsiya tarmoqlari oqibatida sodir bo'lganini ma'lum qilgan. Hududga maxsus texnikalar jalb qilingan, yoqib yuborilgan irrigatsiya tarmoqlari ochiladi, shuningdek, yangi irrigatsiya tarmoqlari ham barpo etiladi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.